Muhtaram azizlar, ayni paytda Toshkent xalqaro aeroportidamiz. Novza masjididan yo'lga chiqqan hojilar navbatma-navbat bu yerga ro'yxatdan o'tish uchun taraddud ko'rmoqdalar. Ro'yxatdan o'tish jarayonida va bu yerdagi sharoitlarni ko'rib, Haj 2026 mavsumiga mas'ul bo'lganlarning xizmatlari beqiyos ekanligiga guvoh bo'lmoqdamiz. Ro'yxatdan o'tib, yuklarni topshirganlar maxsus kutish zaliga yo'l olmoqdalar. Yana bir bor hojilarga safarlari bexatar bo'lishini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Haj 2026 zo'r boshlandi, alhamdulillah. Ish guruhlarda tashkil qilingan ishlar, holatlar, mana aeroportdagi qolayotgan vaziyatlar hammasi mamnun, alhamdulillah. Avvalambor mana shunday bir sharoitlarda bo'lganiga yurtboshimiz Alloh rozi bo'lsin. Sababi u kishi juda katta bunga bosh qo'shib qo'lyaptilar, o'zlari soqochi bo'lyaptilar. Bizning yagona maqsadimiz bor. Chiroyli ibodat qilib, duolarimizni ijobatini ko'rish uchun ketyapmiz. Yurt uchun, xalq uchun, millat uchun inshaalloh duolar qilamiz, albatta duo qilamiz. Nima uchun duo qilmaylik? Avvalambor bu ishlarni amalga oshirib turgan yurtboshimizga Alloh sog' salomatlikni tilayman. Umrlari uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'lsinlar. Xudoyo xudovonda farzandlarini, nevaralarini rohatlanib ko'rishga Alloh taolo nasib qilsin. Dunyosida ota-onam hajga, umraga boraman deb yig'lab o'tib ketishdi. Birinchi bo'lib elimiz, yurtimiz, davlatimiz duoda bo'laman.